Okay, hi everyone, welcome back. And today we will learn lesson 24. Give me, give him, give her, give us, give them, some. Which ones? Okay. Андақта біз жігейм төртін дәріске алық. Алдыңғы жігейм үшін дәрісімі бір қатым көріп бала. Интайым мұйым болған дәрісім әрсаңын бұшланы көплікі. Андақта баштам ұшу бір нәсе ең сөзләу әкен шүні күні пұшқайлы. Біріншісі, table. Okay, әкшіңла? Table. Good. Table. Хош әмді table дегеніміз неме әрсаңла? Үстәл. Okay, мұш адетті тамақ еріға үстәлләнің әммесін демдейміз саңла? Table дейміз. Okay, немне ерігеніміз? Table. Okay, demek ki bunu tamak yedi afsellerine. Hemen table dediğimiz. Okay, de bakma table. Okay, hem yeni bir söz var ne sanla desk depço. Okay, desk. Good. Desk. Hani ma desk diye ne sanla? Mesela manın köy sanla, bu ne sanla? Ama şu işxanalarda, sınıf dersxanalarda işletilgan üstel dediğimiz desk dediğimiz. Tamak yedi ne? Table, maço desk. Hadi bakma desk. Okay, desk. Next one is plate. Good. Plate. 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 Yaxşı. Plate. İşte taxsa ekan bu. Demek taxsa degan neyimiz? Plate deymiz. Plate, taxsa. Okay, next one is cupboard. Okay, cupboard. And the oldaki sağlaşlar cup deganimiz stakan degan gap böyle qahva içirgan. Board deganimiz taxta. Mesela keyboard konup taxtse, blackboard qara doska, şunama board da bo'lgan. Endi bu yerga endi shu stakanlarni tizib qo'yilgan taxta o'sini ma'nosini cupboard. Okay, ma'no o'qqanda nimda o'qiymiz? Sanlar cupboard. Ko'ringlar resimlarni. Demak ham sizlarning uyanglarga tamoq etish uyida nim qilgan har xil javanlar bor-ku. Masalan, qachuqcha, u bu oshxona saymonlarini solgan. Shuni nima deymiz? Cupboard. Diqqatda, buni cupboard deb o'qib qo'ysa bo'lmaydi. Cupboard. Diqqatda, mana ishkin tovushni, nima? Cupboard. Good. Cupboard. Yaxshi, cupboard. Okay, and the cupboard deganimiz nima bo'ldi? Cupboard deganimiz endi shu chini qachiq shkafini cupboard deymiz. Good. And the keyingisi nima desanlar? Cigarette. Okay, cigarette. Mana nima deydi bolalar? Bu cigarette in nima? Bu nima deymiz? A cigarette. Mana o'qishni o'rganib bo'ldi. Cigarette. Okay, cigarette deganimiz nima? Tamaka. Cigarette. Okay, what is this? What is that? It's television. Good. Television. Okay, ma T-E-L-E degan jiroq deganga, masalan, telephone. Telefon. Demak, shu ishga jiroq orliqda vay deb so'zlashgan narsa shu telefon, tushunami? Ana vision degan ko'mak. Demak, siz jiroq berayani ko'radigan narsa shu television deymiz. Televizor. Televizor. Okay, what is this? Television. Good. Next one is floor. Okay. Floor. Floor deganimiz nima bu? Yer. Pol, tushunami? Yerni deymiz floor deymiz. Mushlarning hammasi nima? Floor. Endi yerning ustida bo'schu on the floor. Okay, on the floor. On the floor. Okay, on the floor dan yana bir ma'nosi qavat deb ma'nosi bor. Masalan, bir F deb yoziladi. Bu nima? First floor, ikki F deb yoziladi. Second floor, third floor, fourth floor. First floor birinchi qavat, second floor ikkinchi qavat, third floor uchinchi qavat, fourth floor. Okay, floor deganimiz ham nima bo'ladi? Okay, next one, dressing table. Good. Dressing. Yaxshi. Dressing. Good. And the dressing deganimiz nima? Dressing deganimiz ham shu grim. Dressing table shu grim ustili. Ko'ringlar nima degan chiroyliqa? Shu ayollarniki grim qiladigan ayniki va ustal nima deymiz? Dressing table. Okay, dressing table. Dressing table. Televizor deganichi? Television. Good. All right, next one is magazine. Okay, magazine. Ko'ringlar bu nima Shinjong yoshlari ekan bu? Jurnal ekan, jurnal nima? Magazine. Okay, magazine degan gap emas, vallahi. Oh, magazine demayman. Magazine. Bu jurnal. Magazine. Ko'ringlarmi? Har xil jurnallar, shunami? Jurnallar. Ama shuni magazine. Hamda
Kings var weekend. Okay, what is this? It's bed. Şunama. Okay, bed. Okay, bed deganimiz karvat. Bed. Okay, bed. Hammasi nima? Sanla bed. Okay, bed deganimiz shu karvat. Okay, bedroom. Karvatlik qo'y, yataq qo'y shu. Okay, var nima? Newspaper. Okay, news degan xabar degan gap, ha? Paper degan qog'oz. Endi xabar qog'oz nima bo'ldi? Sanla gazet. Newspaper. Good. Hammasi nima? Sanla newspaper. Good. Next one is stereo. What is this? This one is stereo. Good. Stereo. Yangrat qo'yish nima? Strolik anglatib qo'y. Stereo. Mana o'qilishiga diqqat qilsanglar bo'ldi. Stereo. Okay, what is this? This is also another stereo. Okay, let's exercise. Okay, sen bizniki mashq bo'lakimiz kapti. Biz qarab qo'yinglar. Boning bolalar, pen on the desk. Shunami? Nima deymiz? Give me some pens, please. Which ones? These? No, not those. The ones nima? On the desk. Okay. King's got ties. And give me some ties, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the chair. The ones on the chair. Give me some pens, please. And the man give me some boxes, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the floor. And give me some magazines, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the shelf. The ones on the bed. Again, okay. Give me some bottles, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the dressing table. What dressing table? And then mushtandik sağlaşlar. Bu ne mərəsalına? Köpüncüsü bingo deyimiz var. Toldurğuç olduğun iyilik almış. Mesela give me, bana. Give him, onunla. Köpüncüsü bu şöyle erkeklerini gösteriyor. Give him. And then give her. Okay, and the ayallar nime? Her. Give us şu. Bizge. Give them şu. Ularga. Demek ki köplük şunama. Şunun oxşaş hem de. Give me, give him, give her, give us, give them. And the oldun derste a book da bugün. And the bugün kısır mesela books, watches, glasses. Oldu demek some degen bir qancha, bir necha degen. Some books, bir necha tal kitap. Onun ekanında bu toldurğucha degan uqum yana bir aniqlab bersak, mesela I love you şunama. I love you degan men uchun yaxshi ko'rma degan gap bu. Ham toldurğucha degan nima desanglar, shu sharkatning objekt tuychansi. Şunama. Mesela yaxshi ko'rdiganim nima ega? Shu sharkatni paydo qiluvchi I, yaxshi ko'rilguchi desanglar you. Toldurğucha. Ana bu toldurğucha olib kelganlarni qaranglar, mesela I bo'lsa me, he bo'lsa him, it bo'lsa nima desanglar? It bo'lsa it, shunami? You bo'lsa you, we bo'lsa us, give us deymiz-ku. Ularga bo'lsa give them. Okay, give them. Endi ma'voylik igilik kelishniki. Demakchi, sifat xarakterlik endi igilik almash. My, mening, his, uning, her, uning, it's, uning mesela narsalar shunami? Your, ularning, ours degancha. Okay, degandek. Endi ma'vo ism xarakterlik igilik almash bo'lsa. Mesela mine, mening. Mesela this is mine. This is his, this is hers. Endi ma'na beshanlar bo'ldi ag'irtmanlar. Buni keyin o'qiymiz. Xo'sh, hamsa, mushu fill in the blanks with me, him, us or them. Mushlarga yoki me, yoki him, yoki us, yoki them ni to'ldirib qo'yinglar bolalar. Mesela birinchi give the boy these pens. And give boy bo'lganiga nima? Him bo'ladi. Give him these pencils. Okay, buningga bu qarindoshlarni beraman.
Give Anna and me some magazines. Anna bilan menga bir nechta jurnal beradi. And give Anna bilan men bo'lganiga bizga bo'lishmi? Give us some magazine, newspapers. Hamda bizga yana bir nechta nima gazet beradi. And give the man the cigarette and give them some cigarettes. Okay, some glasses. And ularga bir nechta nima beradi? Stakan beradi. To'rtinchi, those are my books. Mening kitoblarim bo'lgan ekan, menga beraman. Shu give me shunami? Okay, endi ma'ni qarasanglar, hamisha bir ish kuchli misolni o'lga qilamiz, sizlarga o'rnatgan qolganda o'zingizlar istaysizlar. Bir qanday qilsanglar, pens on the desk shunami? Masalan, give me some pens please. Which ones? Oy qaysilarini? These bularmi? No, not those. Yo'q, ularni emas. The ones on the shelf. And on the desk deb bergan shelf bo'lib qolibdi. The ones on the desk deymiz, ha. O'rni olmasdan, masalan qaranglar, books on the shelf. Shunami? What about give me some books please? Shu kitoblarni bering. Which ones? These boys o'zgarmaydi. No, not those. The ones on the shelf. Bu keyindagi the ones dan keyinda on the shelf bilan bu bookni o'rniga almashtirib qo'ysang ham bo'ladi. Osanmikan? Yo'q. Oson bo'la, boshqacharoq bo'la, ha. Ma'ni bir ishlayapti. Spoons on the table. Buni neymiz? Give me some spoons please. Which ones? Oy qaysilarini? These. Oy bular nima? No, not those. Oy yo'q ular emas. The ones on the table. Stolning ustidagi. Bo'ldi. Mush qolganni hamsa o'zinglar bir ishlasanglar. Ishlab bo'lsa rasm tortib bizga vatib bersanglar bo'ldi, to'g'rilab beramiz. Bo'lmasa shuni o'rniga to'g'rab ishlasanglar bo'ldi. Bo'lsa hamma to'liq ishlatmanglar bolalar. So'zlikni 20 qatimdan tekstni to'p-to'liq yodlanmasa ishinamanki, shu shunga yana birini tugatguncha sizlar o'sha ingliz tili qilib so'zligidek bo'lsizlar. Okay. O'zingizga bir oddiy fikrlarni ifodalabchi. Bo'ldi. Bugungi dars mushagicha bo'lsin and see you next time. Goodbye.